Farzandli bo'lish uchun erkak urug'ining ahamiyati juda ham katta. Venus chigalning asosiy vazifasi bu mayakda optimal haroratni ushlab turish uchun arterial qon tomirini sovutib turadi. Optimal harorat har doim normada bo'lsa, sperma yaxshi sifatli ishlab chiqariladi. Mana bu ikkita gormon FSG va LG gormoni FSG sertoliga ta'sir qilish natijasida, sertoli hujayrasiga ta'sir qilish natijasida androgen bog'lovchi oqsil paydo bo'ladi. ABR. LG gormoni ledi hujayrasiga ta'sir qilish natijasida testosteron hosil bo'ladi, ya'ni erkaklik gormoni. Androgen bog'lovchi oqsil bilan testosteron qo'shilishi natijasida nima hosil bo'ladi? Spermatozoidlar, ya'ni erkak urug'i hosil bo'ladi.